Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammanglar sog' salomatmisizlar? Xo'sh, bugun 23-iyul payshanba 2026-yil. Karomimizni yana sug'oryapmiz. O'tgan safar dori berib sug'ordik. Dorini sizlarga ko'rsatdik, qanaqa tayyorlash, qanaqa qilib sug'orish ko'rsatdik. Yana sug'oryapmiz. Xudo xolasa, mana doridan keyingi ikkinchi suv bo'lsa, suv ichgandan keyin yana kultivatsiya qilib, tegini yumshatib, ikkinchi dorisini beramiz. Ikkinchi dorisi ham ammofos, karbamid, sulfat, kaliy aralashmasi bo'ladi. O'sha birinchisini berganimizdaqa, birinchi dorini berganimizdaqa xuddi beramiz. Keyin faqat selitra beriladi undan yog'iga. Ora sulfat bermasak, faqat selitra beramiz. Xo'sh, hozir bunga suv ochib qo'yganmiz. Xo'p, dorini qanaqa beryapmiz? Dorini mana bu ariq bo'lsa, arig'ini kultivatsiya qilgandan keyin bizning motoblogimizda chizib beradigan bor, ikkita ko'chatga yaqin joyi chizib ketadi. O'sha yerga ko'chatni tagiga dorini tashab, keyin ariqni ochib yuboramiz. Oldingi videolarda ko'rsatganmiz. Oldingi videolarni ko'rsanglar, qanaqa qilib dori berganimiz bor. Biz oralatib sug'oryapmiz. Hamma joyda oralatib sug'orish kerak degan emas bu. Biz oralatib sug'orishdan maqsad mana zaxi urib bizda o'rtasiga ham. Keyin kamida 10 soat oqizamiz suvi. Bo'lmasa bir xil payt bir sutka ham qolib ketadi, hech narsa qilmaydi. Tez zaxlaydigan joy bo'lsa, o'sha karom ko'rayotgan bo'lsanglar, tagiga zaxi tagiga yetib borsa bo'ldi, to'xtatish kerak. Mana hali ancha bor tagiga borishiga, shunga hali ancha oqadi bu. Yaqinda ochdik suvni. Havo yaxshi bo'lyapti, mana bulut aralash. Xudoga shukr, ancha salqin tushib qoldi. O'tgan kunlar har 2 kun 3 kunda sug'orib juda tez chanqayotdi. Hozir ancha havo joyiga tushib qoldi. Bu mintalik ko'chatimiz, o'sha birinchi sizlar bilan tayyorlagan ko'chatimiz. Mana holatlari yaxshi. Xo'sh, bunga ham qurtiga dori sepamiz. Ertaga yo indinga bo'sh vaqtga qarab dori sepamiz. Keyin bu doridan keyin ikkinchi doridan keyin 3 ta suv ichdi, adashmasam, yo 2 ta yo 3 ta suv ichdi. Endi bunga ertingning selitra berib sug'orib yuboramiz. Selitrani vaqti keldi o'zi. Bu yo'q, endi buni o'sishiga emas, hosilga kirishiga harakat boshlaydi. Shunga ham o'saveradi-yu, o'sishi oldingi 2 ta bergan dorimiz ancha vaqt ta'sir qiladi. Ammofos bor, uning ichida sulfat bor, ular ancha vaqt ta'sir qilgan hisobiga bu o'sishda davom etadi. Biz endi selitra beramiz, xudo xolasa. Selitra ham o'stiradi, ham hosiliga ham yaxshi. Buni ham oralatib sug'oryapmiz. Zaxi o'tgani uchun, zaxi yaxshi yetib borgani uchun oralatib sug'oryapmiz. O'zi suvinglar yaxshi bo'lsa, suvinglar ko'p bo'lsa, hammasidan sug'orsanglar ham yaxshi. Biz o'tgan yil bir safar bunisidan sug'orardik. Bu yil endi zaxi yaxshi yetib borgani uchun o'rtadan suv qo'ymayapmiz. Faqat oralatib qo'yamiz. Shunga yeringlarga bog'liq, yeringlarga qarab sug'oryapsizlar. Bunga texnika kirgizmaymiz endi. Chop qilinmaydi. Uncha o'tsa o'saveradi, hech narsa qilmaydi endi bu. Shundoq qoldi. Faqat qurtga dori sepamiz, arig'idan dori sepib sug'oramiz. Boshqa ish qolmagan bunda. Bunga kelsak, mana shu suvdan keyin bunga bir texnika kiradi. Texnika kirib, arig'iga ko'mamiz dorini. Ko'mgandan keyin bitta chopiq qilib, yengil chopiq qildirib, qarab, keyin buni ham ichiga kirilmaydi texnika. Bunga ham bir marta kirsak bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin, karomlar yaxshi. Mana ariq yorilgan bo'lsa ham, mana hali
mana zaxi bor hali. Shunga ertaga yo indinga mana zaxi bor hali arada. Shunga ertaga yo indinga Xudo xolisa dorisini sepib o'tib ham sug'oramiz. Bugungi yangiliklarimiz shu. Savolinglar bo'lsa qoldiraveringlar. Karomlar mana ko'zga ko'rinib qoldi, katta-katta bu. O'tgan safar ko'rgan bo'lsanglar juda mayda edi. Dori ta'sir qilyapti. Ayniqsa dori mana ikkinchi suvda yaxshi ta'sir qiladi. Dori bergandan keyin ko'pchilik yaxshi o'zgarmadi-yu, suv berdik deydi. Dori men eshitishim bo'yicha, oldindan bilishim bo'yicha dori ikkinchi suvda yaxshi ta'sir qiladi. Chunki birinchi suvda erib tomiriga yaqinlashib oladi, ikkinchi suvda yaxshi ta'sir qiladi deb aytishgan bizga katta dehqonlar. O'shanga mana Xudo xolasa bu suvdan keyin dori yaxshi ta'sir qilishi kerak karomlarga. Yana ham yaxshi ta'sir qilishi kerak, keyin yana dori beramiz. Xo'sh, yana dori berib, shu kultivatsiyasini qilib, qarovini qaragandan keyin 3 marta sug'arib, keyin yana slitra berib, yana 2 marta sug'arib, yana slitra berib, har 2 marta, 3 marta sug'arganda dori beraveramiz. Dorini ham ko'p berib yormanglar. O'zining normasi bor. Gektariga 400 kilo mo'ljallab bersanglar bo'ladi. Shu norma 300 kilo o'zi norma deyilgan. Biz 400 kilo mo'ljallab beramiz. Bir xilla 500 kilo beradi. Biz shuni kuzatganmizki, 1 tonna dori bersangiz ham, 400 kilo dori bersangiz ham bir xil bo'ladi ekan. Chunki odamga qiyos qilsak, odam 10 kosa ovqat yeb bo'kkandan ko'ra 1 kosa ovqat yesa tetik yuradi-ku, shunaqa ko'chatlar ham bo'ktirib qo'yish kerak emas. Ko'p dori bersam zo'r bo'ladi deb o'ylaydi bir xillar. Yo'q, ko'p dori berib zo'r qila olmaysizlar. Ko'p dori bilan zo'r bo'lmaydi. Yaxshi qarash bilan zo'r bo'ladi. Vaqtida berish bilan yaxshi bo'ladi. Shunga e'tibor berasizlar. O'shanga biz har ikkita suvda kam dori sepib berib chiqamiz. O'sha yaxshi ta'sir qiladi. Xo'sh, hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savolinglar bo'lsa qoldirishinglar mumkin. Biz o'zimiz o'rganganlarimizga qarab sizlarga o'rgatishga harakat qilamiz. Agar bizdan yaxshi ekadiganlar, yaxshi biladiganlar bo'lsa, ularga gapimiz yo'q. Bu videolar faqat yangi boshlayotganlarga. Chunki biz o'zimiz ham ancha yillik dehqon bo'lsak ham hali ancha narsani bilmaymiz. Ancha narsalar bilmaymiz. Shunga bu videolarni yangi boshlayotganlarga. Keyin obedda suvinglar to'xtab qolmasin, iloji boricha obedda sug'arsanglar oqib tursin. Suv oqizib qo'yinglar. Xo'sh, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat